Koinot cheksiz va bizning eng dadil tasavvurlarimizdan ham g'aroyibroqdir. Yulduzlar orasida shunday sayyoralar mavjudki, ularning mavjudligiga ishonish ham qiyin. Ammo ular chindan ham mavjud. Bugungi videoda biz aynan shunday koinotning eng g'aroyib va hayratlanarli sayyoralari haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, osmoni olmos chang zarralaridan, tog'lari esa ulkan qimmatbaho toshlardan iborat. Bu ba'zida Jensen deb ham ataladigan 55 Cancri sayyorasidir. Yerdan taxminan 40 yorug'lik yili uzoqligida joylashgan bu sayyora o'z yulduziga shu qadar yaqinki, bu yerda bir yil atigi 18 soat davom etadi. Uning yuzasidagi harorat esa Selsiy bo'yicha 2400 darajagacha yetishi mumkin. Eng hayratlanarlisi shundaki, olimlar bu sayyoraning tarkibi asosan ugleroddan iborat deb hisoblashadi. Cambridge universiteti astronomi Nikko Mathusudhan va uning jamoasi olib borgan tadqiqotlarga ko'ra, sayyoradagi ulkan bosim va ekstremal harorat uglerodni grafitga va olmosga aylantirgan. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, sayyoraning 1/3 qismi toza olmosdan iborat bo'lishi mumkin. Bu sayyora bizga sayyoralar nafaqat tosh va gazlardan, balki mana shunday kutilmagan va yer sayyorasida kamyob moddalardan ham tashkil topishi mumkinligini ko'rsatadi. Navbatdagi sayyoramizning mavjudligi hatto fizika qonunlariga ham zid keladigandek tuyuladi. Gap yerdan 33 yorug'lik yili uzoqligida joylashgan Gliese 436b haqida ketmoqda. Bu Neptun o'lchamidagi sayyorada yonayotgan muz hodisasini kuzatish mumkin. Muz qanday qilib yonishi mumkin o'zi? Buning iloji yo'q-ku axir deysizmi? Javob: sayyoraning g'ayrioddiy sharoitlarida yashiringan. Gliese 436b o'z yulduziga juda yaqin joylashgan va yuzasidagi harorat Selsiy bo'yicha 439 darajagacha yetadi. Bunday haroratda suv bug'lanib ketishi kerak. Biroq sayyoraning ulkan tortishish kuchi suv molekulalarini shunchalik qattiq siqadiki, ular suyuqlik yoki gaz holatlariga o'tolmaydi. Natijada suv g'ayrioddiy, zich va muz holatida qoladi. Suvni ushbu noodatiy ekzotik holati fan tilida Ice X deb nomlanadi. Bunday effektga erishish uchun Yerning atmosfera bosimidan 600 mingdan 700 ming marta kattaroq bosim kerak bo'ladi. Bugunning so'nggi sayyoramiz bu go'zal, ammo o'ta xavfli bo'lgan Yerdan 64,5 yorug'lik yili uzoqligida joylashgan HD 189733b bo'ladi. Uzoqdan bu sayyora Yer kabi yoqimli ko'kimtir ranglarda ko'rinadi, ammo bunday rangning sababi okeanlar emas. Bu rang atmosferadagi silikat zarralaridan yorug'likning sinishi natijasida paydo bo'ladi. Aslini olganda bu sayyora haqiqiy jahannamdir. Bu yerda shamol tezligi soatiga 8700 kilometrgacha yetadi. Bu tovush tezligidan 7 baravar tezroq degani. Ushbu sayyoraning dahshatli bo'ronlari oddiy yomg'ir tomchilaridan emas, balki gorizontal yo'nalishda harakatlanadigan erigan shisha zarrachalaridan iborat. Selsiy bo'yicha 1000 darajadan yuqori haroratda erigan silikat kislotalaridan iborat shisha zarralari bu sayyorani shiddat bilan qoplaydi. Agar kelasi safar ob-havodan noligingiz kelsa, ushbu sayyora haqida eslang. Xulosa qilib aytganda, bugun men sizlarga tanishtirgan barcha sayyoralar koinot bizning tasavvurimizdan ham rang-barangroq ekanligini ko'rsatadi. Har bir qilinadigan yangi kashfiyot bizning bu dunyoning imkoniyatlari haqidagi tasavvurlarimizni yanada kengaytiradi. Koinotning cheksiz kengliklarida bizni hali qanday aql bovar qilmas kashfiyotlar kutayotgan ekan. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.